Assalomu alaykum. Eng arzon mollar kanali obunachilari. Tabiatimiz baribir go'zal. Alloh ne'matlari baribir go'zal. Sizlarga bitta zo'r bir otimiz bor. Toyimiz bor, shuni ko'rsatamiz. Mana ke toyimiz. Toyimiz 2 dan 3 ga o'tadi bo'pti. Bo'yi 1.60 plus. Qani bitta aylantirib bering. Mana ki. Oldi korpuslari. Mana bo'yinlari. Mana orqa tarafidan. Yeb ichishi, sog'lomligiga javob hech qanaqa aybi yo'q. Prosta shu tish chiqayotganligini hisobiga ozgina o'tdan siqilib, o't yomi turibdi. Otchilarimiz qiziqadigan otchilar biladi, nimaga unaqa bo'layotgan, nimaga sababini. O'shan hisobidan sal men bu atak yeb turibdi, yemayapti emas, yeb ichishiga javob beramiz. Bo'y payt misol uchun olgan odamga bir hafta 10 kunga javob beraveramiz. Yeb ichishdan вообще muammosi yo'q. Bir dona qashqasi bor. Mana bo'ylari, tuyoqlari ham yaxshi tuyoqdan. To'xtating-ki, mana orqa taraflari. Orqa korpuslari ham juda kelishgan, juda chiroyli. Hech qanaqa aybi yo'q otda umuman. Mana ki. Aylantiring-ki bu yoqqa. Uzun. Otimiz вообще yavaş, hech qanaqa tishlashi, bir narsasi yo'q, hamma narsasi zo'r. Umuman kamchiligi yo'q otimizning aholisi. Endi qolganini o'zingizlar tarbiyalab, o'zingizlarning izmingizga sovg'a olasizlar. Mana ki. Turushlari haqiqiy angliskiy otlarga o'xshaydi, uzungina. Mana. Sababini qo'ysanglar, xudo xolisi yaxshi ot bo'ladi. Mana ki. Taqto'raga otimiz yavaşligi qanaqa? Yaxshimi hammasi? Husan polvon qanisiz? Anaki akamiz Husan polvonga vizit tashlayapti. Shunaqa otlar chiqarib bera olarmikan Husan polvon deyapti. Bunaqa boychi bor vaqt kerak mana. Anaki. Jonivor. Mana shu akam o'zlari qaraylar otga. Jonivor. Hammalar fermamizda kutib qolamiz, kelinglar. Oladiganlar o'zi kelsak, hamma narsasini qilib chiroyli qilib beramiz. Hammalarga rahmat, like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz.